Bu shirinlikni tayyorlanishi osonligini bilganingizda edi. Boshqa ko'chadan sotib olib o'tirmasdinglar. 2 dona tuxumni oqidan sarig'ini ajratib olib, oz-ozdan shakar solib ko'pirtirib olamiz. Keyin ko'pirgan oqi bilan sarig'ini aralashtirib, yana ozgina yaxshilab ko'pirtiramiz. Yaxshilab ko'pirib chiqqandan keyin un va vanilin aralashtirib, elab, tepadan pastga qilib asta-sekinlik bilan aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan massani oldindan tayyorlab qo'yilgan pergamentga nasatka yordamida chiqarib olamiz. 170-180 darajada qizib turgan duxovkaga 5-10 minutga pishib chiqquncha qo'yamiz. Bu orada krem tayyorlab, sovigan biskvitlarni ichiga shu ko'rinishda siqib, yopishtirib, 10 daqiqaga muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Sariyog' va qaymoqni past olovda qizdirib, shokolad ustidan quyib aralashtirib olamiz va glazurimiz tayyor. Va oxirgi qiladigan ishimiz tayyor bo'lgan biskvitlarni glazurga botirib, yana 10 daqiqaga sovutgichga yuboramiz. Shu bilan og'izda eriydigan bu shirinligimiz tayyor bo'ldi. Menga podpiska bo'lishni unutmang.